4-chi qism. Sizlarga yana bir narsani aytib qo'yay. Oltin O'rda kirgandan keyin mening juftımning ismi Semafor. Uning ismini tuz o'qimay, kaynidan oldiga qarab o'qinglar. Ya'ni Rofa emas. Navod uning ismini tuz o'qsanglar, u necha vaqtdan beri Oltin O'rdaning ichida turganlik uchun olvoz toltiga o'zgarib sizlarga ziyonkashlik qiladi. Ammo uning ismini ta'bir o'qsanglar, mening burundan tortib uni elkiltib kelayotgan. Har ishkelimiz xo'shlashishdan burun u meni qoldirib qo'ygan. Uni topadigan birdan bir amal bo'lganlik uchun u balkim sizlarga yordam berib qaylishi mumkin. Olvasti shulani deganicha, xuddi sehrli chiroqning ichidan chiqadigan cho'jaklardagi deviga o'xshash tutunlar orasida jimjit g'oyib bo'ldi. Yetti birodar bir-biriga nima deyishni uqolmay, xuddi cho'chaklar orasidagi dunyoga kirib qolgandek, hozirmi tush ko'rayotgandek nimalarni o'ylaganicha xiyolga petib ketgan edi. Turg'un atrofdagilarning hammasining jimib ketganligini ko'rib, Voy, birodarlar, isinglar kelinglar. Mana birdamdil 3 tal yer xaritasini qo'lga tushirib oldik dexe. Xo'shal bo'lmadinglarmi? Asli tabriklash tegishli ishmi bu? deganicha yondagi Valini turtdi. Vali bo'lsa, xuddi kichik boladek Turg'unning ko'zlariga boshqacha qarab, Shu, to'g'ri deysa adash. Yomon ovoz ekan juma bu. Dexe, juptimmi bu odamda? Men hozirga kelguncha mana 25 yoshga kiribdim-a. Mening ilg'o juptimkan. Orqamda billa mangodek bir atal cho'jami yo'q mening. Kim biladi? Uning loyiq allaqachon Oltin O'rdada boshqa biri buningdami kelishgan erkak olvostini tepib oldimi dexe. atrofdagi hammasi paroqida kulganicha Valiga qarab qo'ydi. Ya adash, senin demaydigan gaping, chanmaydigan deping yo'q yajmo. Mushunda qo'rqinish qalqiliq vaqtladimi? Hammishni o'yinga aylantirsa, ilm yaxshi. Sening ma degan gapingni boyqa olvosda anglab qolmadi juma. Navada anglab qolgan bo'lsa-ku, nemishqa mening muhabbatimga haqorat qilsa deb sening ko'ngilingni ko'rsatgan bo'ladi. Shun sen eng yaxshisi u olvosning muhabbati to'g'riliq az so'zla. Kim biladi? O texe sendimi kulab qolamda texe. Ular mana mushundaq qizqarliq paranglar bilan turgan vaqtda xuddi olvoslar o'rdisiga emas, balki qandaqdir yumoristik bir dunyo qo'yniga cho'mgandek hech nimadan xabarsiz va ehtiyotchilikni bo'shashtirib ketyotdi. Ular mengib yana uzoq o'tmayla o'rmonlikning ichkarisidan boyiqa o'rmonlikka kirgan vaqtdagi qiz bolaning birdam kulgan, birdam yig'ilgan ovozi yana anglanishga boshladi. U ovoz shunchalik qo'rqinchliq ham odamning butun badallariga titrak tarqog'idek darajada kishini bearam qiladigan ovoz edi. Mengayotgan odamlarda har xil sezgi va tuyg'ular paydo bo'lishga boshladi. Ular hech nimaga pisand qilmasdan yana oldiga qarab mengayverdi. Mana amdalikda ular yiroq bo'lmagan orliqda oq kiyim kiyib olgan bir ovozdi qo'lida noma'lum bir chalg'uni ko'tarib olganicha toshning ustida xuddi dengizdagi odamni eziqtiradigan Soyib Jamol beliqlardek o'ltirib soz chelishga boshlayotdi. Uning bu xil holati faqat Turg'unning ko'ziga ko'ringan bo'lib, ammo atrofdagi boshqalarning ko'ziga u o'zlarining yaqin tuqqanlari sifatida ko'rinayotdi. Vali uningga qarab, Voy opa, bu yerda nima qilib yuriysan? Bu yerda xatarlik. Bo'ldi opa, men bilan tez uyga qaytqin-a. deganicha uningga yiqilishyotdi. Turg'un bo'lsa, Valining uningga gap qilayotganligini ko'rib, uning qo'lidan tutib tortishga boshladi. Turg'un bo'lsa, Valiga, Vali, sana nima bo'ldi? Sen nima bilan adavotsan? O nerede senin opan bo'ladi? Esingga kel. Sen bir ish bo'lmaganda, Vali. Turg'un undaq deyishi bilan yiliqi oq kiyimlik olvosdi Valiga qarab, "Bolam, uning gapiga hargiz ishonmagin. U seni ozdirmoqchi bo'lyotdi. U ikkimizni ayirib etmoqchi. U seni tortib olmoqchi, bolam. Meni ilib bu yerdan ketgin. Bolam, bu yoqqa kel." deganicha uzun tirnoqlarini Valiga qaratib, uni yeniga chaqirib o'tdi.
Turg'un Valini aron tutib turayotganda atrofdagi boshqa birodarlarning yana o'xshash ovozda gap qilayotganligini angladi. Ular to'xtamay o'zlari uchun eng muhim deb bilgan odamlarning ismini chaqiryotdi. Turg'un qandoq qilarini bilamay qolgan shu paytda to'satdan ko'ziga olvosda chelayotgan yeliqi soch cheliqib qoldi va do'stlarini har xil tuyg'ularga keltirayotgan narsaning dal olvosdining qo'lidagi soch ekanligini bilib do'stlarga qarab vaqirganicha Qulqunlarni aytinglar, u bizni ozdirmoqchi bo'lyapti. Tez! Bundaq bo'laversak, biz tezda tugishimiz. deganicha kaynidagi birodarlarga to'xtamay vaqirayotdi. Ammo nimali demasin, atrofdagi olti birodar hech nimani sezmagan holda ko'nglida olvostini o'zimning tuqqani deb bilib, oldiga qarab menib, olvostiga yem bo'lish oldida turayotdi. Ishning ablashmaganligini sezgan Turg'un boshqa do'stlardan balduroq olvostiga etildi. Olvosti bo'lsa, sozni texmi kuchab chelishga boshladi. Boshqa birodarlarga sozning ovozi bir xil sehrdek anglanayotgan bo'lsa, Turg'unning quloqiga bu ovoz xuddi mengasiga qandoqdir noma'lum bir xil qurib kirib olgandek, butun mengisini g'ajab yeyotgandek hissiyotda boshlari qattiq og'rib, qiyib ketyotdi. Olvostining bo'y bermaganligini ko'rgan Turg'un xanjarini chiqarib, olvostining qo'lidagi sozning tarallarini o'zivatdi. Sazning tarisi o'zilish bilan tang olvostimi qattiq chaqirganicha ularning ko'z oldida g'oyib bo'ldi. Uning o'ltirgan o'rinda bo'lsa bir parcha raxt tashlab qo'yilgan edi. Bu raxtning nimaligini demasam balkim hammamizga ayon bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. U dal Oltin O'rdaning xaritasining yana bir parchasi edi. Demak, ular bu o'tkaldimi o'ngishliq o'tdi. Bayıdan beri olvostining chag'an soziga usul o'ynab, qallalari sehrdan noma'lum bir joylarga ketgan olti birodar xuddi beshidan bir chelak suvni qo'yib etgandek andikkan holatda asta-asta esiga keldi. Birodarlarning esiga kelganligini bilgan Turg'un deganicha. Hanim bo'lsa, oxiri o'z aslinglar keldinglar. Baydan beri olvost soz jeb, sizlarni tas qildi, o'zining makoniga ep ketgini. Uning gapi tugamayla yana gapga qo'shiq selishga Amroq Vali so'z boshladi. Voy, bayiltiga men opamni ko'ryapmamdim. Opam bilan tiga uyga ketib, opamning o'xshitib etgan lag'minini yey deb o'ylabdim emasmi? Asli u baydan beri bizga o'zining makonidagi 3 padani chelib berib, bizni toza qaymoq turibdi-da. Tas qapdiq, u olvosning qiltiqiga dassigili deyman. Ha? Rasodash. Ko'dingmi ya? Boy qalvasni qandaqroqga xili satamikan? Hay esat. Soz chelishga toza ust kasab etgan to'q ha? dedi. Turg'un bo'lsa, "Yemani, sen nimalarni deyotgansan jinim odash? Avval o'zingning jini bilan bo'la ber. Endi olvastini bekor qo'yma ha sen." deganicha boshqa birodarlarga qarab, "Qandaq do'stlar? Sizlar-chi, xili yaxshi turyotamsizlar? Esinglar keldinglarmi? Kallanglar sagakdi?" deb eg'iz etishiga boshqa do'stlarimi Yaxshi odash. Shu boydan beri bu olvostiga oldinib ketibdimiz emasmi? Endi sagakligimizni sal oshirmasak bo'lmoqdakchimi? deganicha baydan beri yerga qo'yib qo'ygan so'mkalarni qayta qo'llariga erishib o'shnisiga ortganicha yo'llarini davomlashtirishga boshladi. Ular baydan beri xeyli uzoq yo'l menib, yana kelib birdam olvostlar bilan jang qilsa, yana birdam ularning domiga tushib, xiyoliy dunyoga safar qilganligi uchun xeyli hordiq yetib qolgan edi. Turg'un atrofdagilarning omonligi va o'zlarining tinch, xotirjam holda manzilga yetish uchun ozroq to'xtab orom elishni aytdi. Ular endi o'ltirib bir yutun suvni ichmasdan atrofni yana qorong'ulik qoplashga boshladi. Ular hammasi yana bir-biriga jiddiy tarzda qarashib turadi. Birodarlar, nima ish bo'lib ketdi bu? Tiq boyli quyosh chiqib parlab turmabdi. Birdamda qop-qarib ketdi-ku. Bu yana bir olvostini bizga ko'z tutgan hilasi emas-ku, ha? dedi Ilshot peshonasidagi tarlarni surtib turib.